Qadrli yurtdoshlar, ko'rishinglar mumkin biz Jizzax Osiyo bozoridamiz. Ayni vaqtda sizlarga ozmi ko'pmi mollar, ho'kizlar videosini chiqarib boramiz. Bozorimiz avjida. Ahmedov Uz kanalidan uzoqlashmanglar. Bozorimizni qaranglar. Mana. Bozor avjida sizlarga ho'kiz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qadrli yurtdoshlar, zotiga shvit baroda udar holatlarda turibdi. Mana ko'rinishlarini qaranglar, oq tumshuqlarda. Mana holatlari. Orqa ko'rinishlari va hamda yondan. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Aka, bozor nech pulgacha so'radi? Qaysi? Bozor nech pulgacha so'radi? 8 gacha. 38 milliongacha bozor so'radi, aka. Bermadingizmi? 38 million mana shu ho'kizimiz so'rab. Bo'y baslari где-то 1.40lar ziyotroq bo'lmasa. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Mana bu yerda shvit parodali ho'kizlarimiz o'dar holatda ko'rsatib boraman. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Nech pulgacha bozor so'radi? 42-45 million bozor so'rab turibdi, deyapti. Mana shu ho'kizimiz. Mana orqa ko'rinishlar. Hamda mana yondan. Terilarini ko'rsak, yuqa tericha. Mana ko'rib turibsizlar. Zo'r. Qiziqayotganlarga nomer qo'yamizmi? Taroziga beramizmi? Yo'q. 60 milyon bari ekan deb so'radi. 60 mingdan? 60 milyon. Ha, 60 million. 2 milyon so'radi. Hozir so'radi. Hozir keldimiz. Ha, 42 milliongacha so'rabdi. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Keyingi ho'kizimizni ko'rsatamiz. O'zimizni mesinlardan, aka. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Nech pulgacha so'radi, aka? 26,5. Bozor 26,5 million bozor so'rabdi. Akamiz bermay turibman, deyapti. Zo'r, savdosini bersin. Zotiga go'shtin, aka. Go'shtin paradali zotimiz. Bo'y baslari почти men qatorida. 1.70, balkim 1.60lardir. Mana bitta emas, ikkita ipga bo'ylab akalarimiz ushlab o'tiribdi. Ozroq shor bo'lsa kerak. Mana holatlar. Aka, bozor nech pulgacha so'radi buni? Bozor hozir keldik, hali so'rash. Xo'p, asl narxini eshitaylik. 50 million deb kami bor. 50 million kami bor, aka. Mana orqalarini ko'rsatishga harakat qilamiz sizlarga. Mana orqa ko'rinishlar. 50 million kami bor. Nima deysizlar? Savol. Aynan mana shu go'shtin paradali ho'kizimizni nech pulga arziydi? O'z fikrlaringni kommentariyada qoldiringlar. Aynan savol javob berishda ham go'shtin deb turib yozib turib javob berib o'tsanglar yaxshi bo'lardi, qadrli yurtdoshlar. Zo'r, savdosini bersin. Greenford udarchasi chiqqan, bo'y baslari pastroq. Mana udar holatlarda. Bozor nech pulgacha so'radi buni? 28 million bozor so'rab turibdi. Yaxshi. Nima deysizlar, arziyda 28 million bozor zo'r so'rabdi. Buni nech pul so'radi, aka? 29. Buni 29. Buni ham yaxshi so'rabdi, 29. Lekin arriqroq holatlarda turibdi, lekin pullari yaxshi so'ralgan. Savdosini bersin. Keyingi ho'kizlarimiz o'zimizda jaydari mesni paradalada, lekin yaxshi semirgan, yegan ho'kizlarimiz. Akalar, assalomu alaykum. Zo'rmisiz, charchimiz? Nech pulga chiqdi, aka, bular? 24,5 milliongacha bozor so'rabdi ekan mana shuni. Unisi-chi, aka? 27 million so'm. Bunisiga so'rabdi. Zo'r so'rabdi. Mana bu yerga yana bitta zo'r parodali ho'kizimiz chiqqan. Buni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, zoti qanaqa? Черный пёстрmi? Rossiyskimi? Bo'ldi, siz olmaymiz, aka. Aka, mana sal tortib tura olasizmi? O'tib olsak bo'ladimi? Yashang. Bo'ldi, siz olmaymiz. Zoti qanaqa buni? Ha? Gibrid. Qani nimaga gibrid?
Rossiyskiy sigirlar bolalardan deyapti. Gibrid molimiz. Bozor nech pulgacha so'radi? Hatto pulni aytarsiz-a? 42 milliongacha bozor so'rab turibdi ekan. Jasadlari, bo'ybaslari почти где-то bo'ylari 1.60lar atrofida. Undan sal pastroq bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Orqa ko'rinishlari hamda sizlarga ust ko'rinishlar. Lekin shorligi uchun tumshug'igacha anaqangi tanga qo'yilgan. Zo'r. Ya'ni mana bu nimadan nuqtadan qochib ketadi. Bular xuddi shuni hisobiga taqa qo'yilgan. Zo'r, savdosini bersin. Qiziqayotganlarga bitta nomer qo'yaylik-da. 99lik 571 90 raqamlariga murojaat qilamiz. Taroziga beramizmi? Taroziga nech puldan to'g'ri keladi? Endi bitta narxni aytsak, shunga qarab gaplashsak bo'ladi. Misol sizga telefon qilsa, aka 90 mingdan desangiz, u ham bo'lmaydi-da. Bozor qatar 60 mingdan. 65 dan 70 gacha taroziga gaplashamiz deyapti. Mana aytilgan raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. Zo'r. Savdosini bersin. Keyingi ho'kizimizga keladigan bo'lsak, bellari oq o'sha mashhur deydi-yu ho'kizlarimizdan Mesni parada. Zo'r. Holatda yaxshi semirgan variantdagilar. Ustilari juda ham chiroyli bo'shgacha tur. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Bozor nech pul so'radi aka buni? 70 mingdan qiladi. Joy viska 70 mingdan, taroziga ya'ni. Taroziga 70 mingdan so'ragan bermadingizmi? Qo'shsa beramizmi? Oyoqlarga nech pul beramiz aka? 50 kam. 50 million kam bor oyoqlarga. Zo'r. Nomer qo'yamizmi qiziqayotganlarga? Kerak emasmi? Nomer qo'yamizmi, kerak emasmi? Ayting nomeringizni. 77lik 110 66-63 raqamlariga murojaat qilasizlar. O'dar holatda ho'kizlarimiz bozorga chiqqan mana. Zo'r, savdosini bersin. Yashang. Izi bor xudo xolasa deya murojaat qilsanglar. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bozor nech pulgacha chiqdi buni? 66 mingdan so'rayapti. 66 ming so'mdan taroziga so'rayapti, berishmayapti ekan. Zo'r so'rabdi. Bu qizlar egalari bormi birdan? Sizlardanmi? Siznikimi? Nech pul so'rayapti aka bularni? 67 dan taroziga. Mana bu semizlari 67 dan taroziga so'rayapti ekan. Berdingizmi yo hali yo'q? 70 dan bo'lsa ketadi, aka. 70 dan o'tib beramizmi birovni? O'tib beramiz deyapti. Zo'r. Savdosini bersin. Aka, Greenfordlar kimdan ekan? Bilmaysizlar. Bular ham bilmaymiz deyapti akalarimiz ham. Bu yoqqa qarab bitta yuzlanamiz. Aka, qaysi savdo bo'lyapti? Assalomu alaykum. Shuni o'zi, ha? Mana shuni o'zi savdo bo'lyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? 63 ming so'mdan taroziga so'ralyapti. Yo'q. Zo'r, savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, bu kimdan ekan aka? Egasi yo'q. Assalomu alaykum. Nech puldan so'rashyapti akalar bular? Kon so'radi yana. Ola bilan textaga nima yo, bu nima, olani? Ular bilan bu yoqda qo'ra 60 mingdan so'radi. Taroziga. Taroziga yo'q. Bermayaptimi? Yo'q. 60 mingdan zo'r bo'pti-yu, lekin. So'radda, bozorda. So'raveradi lekin. Endi 70 ham so'raydi-ku aka. Joningiz sog' bo'lsin. Savdoingizni bersin aka. Iloya 80 soting. Ana. Kimdan ekan aka bu? 26 dedingiz. Mana emas. Bilmaymiz deyapti. Akalar, assalomu alaykum. Nech pul so'radi aka buni? 21 so'radi. 21 million bozor so'rab turibdi ekan. 62 dan taroziga so'radi. Zo'r. Ikkalasini bir joyga, ha? Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Mana bu yerga qadrli yurtdoshlar, Simmental Islam, Greenford Islam hammasidan bor mana. Iston hammasidan chiqqan.
Lekin egalari o'z joyida emas. Kimdan ekan bu o'zi? Kimdan ekan? Sizdanmi? Necha pulga chiqdi aka? Hali savdo bo'lmaydi. Bo'lgan yo'qmi hali? Hali savdo bo'lgan yo'q deyapti mana bu. Zo'r holatda. O'zi asl narxi necha pul ekan? 45 million aytilyapti ekan. Zo'r. Bu kimdan ekan? Meniki aka. Siznikimi aka? Buni necha pul so'radi aka? 67 mingdan taroziga so'radi. 67 mingdan taroziga so'rayapti, yo'q. Yaxshi. Savdosini bersin, lekin yaxshi baquvvatsiga ho'kiz ekan, lekin zo'r. Bular ham sizdanmi? Cho'ya. Bular necha puldan so'radi? Cho'ya berdi. Uchovi bir joyga 67 dan taroziga. Simental Greenford aralash. Yeshing. Savdosini bersin. Mana qaranglar. 67 dan simentallari so'rabdi. Zo'r so'rabdi. Aka, bular kimdan aka? Sizdanmi? Ha. Bu akalarimiz ekan, mana qaranglar holatlarini. Endi chiroyli qilib boylab qo'yibdi. Udar holatlarda. Bular necha bilan so'rashdi aka? Ha, mana sizdan. Necha pulga? 30. Bozor 30 million so'rabdi mana shuni o'ziga. Berishmabdi. Zo'r so'rabdi lekin. Qorinli mol ekan aka. Yaxshi. Aka, buni necha pul qildi? 67 dan taroziga barakami? Mana shuni o'zi. Va mana buni. Ha, yaxtagi. Ha. Yaxshi. Zo'r savdosini bersin. Bular kimdan ekan, sizdanmi baba? Necha puldan so'rayapti bularni? 67 dan taroziga ketyapti. Hammasi so'ralyapti. Yo'q. Mana bular hammasi bovadan ekan. 67 dan taroziga so'rabdi, berishmabdi. Asta. Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, mana bu tarafga qarab o'taveramiz. Va sizlarga ajoyib holatlarda ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda simentalchalarni, ya'ni Greenfordlarni maydaroq variantlari ham bor ekan. Mana ko'ringlar. Kimdan ekan aka bular? Sizdan. Necha pul so'rayapti aka buni? Ikkitasi 48, ana u bilan qizil. Qani qizi bilan. Mana bunisi hamda qadrli yurtdoshlar. Mana bunisi ikkalasini 48 million so'm, ya'ni 24 dan so'rabdi. Mana zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Baraka. Zo'r. Savdosini bersin. Aka, bu kimdan ekan mana qizil? Sizdanmi? Necha pul ketdi bu? 65 million. 65 mingdan taroziga ketibdi mana shu ko'zimiz. Yaxshi jasadli mol ekan, lekin suyakli mol ekan. Zo'r, savdosini bersin. Qadrli vatandoshlar, bozor avjiga chiqqan ammo narx-navo hamma joyda ham bir xil. Ayni ho'kizlar narxi. Aka, buni bozor necha pul so'radi? 23-24 bozor so'rab turibdi ekan. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Buni necha pul so'radi aka? Sherik ekalasi. 23.5 qilyapti kilasini. Ikkalasini ham 23.5 dan qilyapti, sherik deyapti. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Assalomu alaykum akalar. Necha pul so'radi aka bular? 22 million. 22 milliondan so'ragan yo'q, ha aka? Qaysi kanal? Ahmedov Uz kanali. Zo'r. Akamiznimi? Jonlari sog' bo'lsin. Mana shu qarab ketaveraylikchi. Mana bu yerda ham yaxshi ho'kizlar bor. Akalar, assalomu alaykum. Nech bilan so'rayapti buni? Bor baraka. Bor baraka. Akam savdo avjiga chiqibdi-ku, ha? Nech pul so'radingiz aka? 22 million. 22 million so'm so'rabdi ekan, yo'q. Savdosini bersin. Mayda mollarga qarab ketamiz, qadrli yurtdoshlar. Aka, buni nech pul so'radi? 19,5. Buni 19,5 million so'radi deyapti akamiz. Zo'r so'rabdi buni. Boy aka, sotildimi bu? So'tlaring. Nasibsa. Nech pul? 25 deb kammi? 25 kami bor deyapti. Zo'r. Buni nech pul so'radi aka? 22,5. 22,5. Bozor so'rabdi, bermabdi akalarim.
Mana bu yerda qaranglar qadrdonlar, ho'kizlar chiroyli qilib ustunchalar qilib turib boylab qo'yishgan ajoyib holatlarda. Afsuski, egalari joy-joyida savdo ham bo'lib yotibdi. Ajoyib. Va zo'r holatlarda savdolar ham avjiga chiqqan. Mana bu yerda savdo bo'lyapti. Aka nech pul so'rayapti? Nech pul so'rayapti ekan aka? 54 million. Mana bu qizil bilan qorani 54 million. Qizil bilan qorani 54 million so'rayapti ekan. Mana zo'r. Aka nech pul qoldi o'rtasida? 200 ming so'ra. Darvozada qo'lyapti. O'g'il joy kelsa o'tib beraman. 200 ming emas. Qo'y shunda, Joy kelsa o'tib beraman. Hali kelgan yo'q. 50 million 800 ming so'm bor bor. Usta aka, men sanchilik bilan ay 55 ta oling deganim yo'q. 13 ta o'tib beraman. Naqd puling sana va bor baraka. Bor baraka. 200 ming sandan so'radi bor baraka. 500 ming o'tib beraman joy kelsa. Hech. To'ppa to'g'ri. Savdosini bersin. Mana bu yerda ho'kizimiz narxini bitta so'rab qo'yamiz. Aka assalomu alaykum. Nech pul so'radi aka oxiri? 24 million 700 so'radi. 24 million 700 ga chiqibdi ekan, yo'q. Bermabdi akamiz. Zo'r. Maydalashamiz qadrdonlar. Aka bular nech pulgacha chiqdi? 42. Ikkalasini 42 million so'rabdi. Zo'r so'rabdi. Tak. Mana yerda udor holatda turibdi mana mollari. Orqalari bigizroq bu lekin yaxshi joydarlardan. Nech pulga chiqdi bular? 43 million olay. 43 million? Ikkovini. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. O'tirdimi? Aka bu nech pul so'radi? 17,5 million bozor so'rabdi. Akam savdo bo'lyapti. Men bo'ldi tushirayapmiz aka. Joningiz omon bo'lsin. Nima qildirsan? Savdosini bersin. Aka bu nech pulga chiqdi? Kamera tushirmanglar deyapti, mayli. Tushirmaymiz. Bitta o'taynishadan akalar iltimos. Uni ichib bering birini. Aka bu nech pulga chiqdi? 17,5. Mana 17,5 million so'rabdi mana shu ko'zimiz. Yaxshi so'rabdi. Qadrli yurtdoshlar, mayda-mayda buzoqchalarga o'tamiz endi. Aka bular nech puldan so'ra? Necha oylik hamda? Necha oylik? 7 oylik, 8 oylik atrofida. Bozor degan bilan endi oyligini so'rashadi-da bizdan. Nech puldan so'ragan bozor? 15 million so'mdan bozor so'rab turibdi ekan, berishmabdi mana ki. Zo'r so'rabdi. Savdosini bersin. Aka qaysi bar aka bo'ldi? Bumi? Nech pulga? 15 ga ketdi mana hozir mana shu. Zo'r savdosini. Boy aka nech pul so'rayapsiz? 15 million so'rab turibdi ekan mana shu molimizga. Orqalari bigizroq-u. Lekin yaxshi molcha. Savdosini bersa. Mana krupniy holatga keldi. Aka nech pulgacha chiqdi bular? Hammasini narxini ayting bizga. Buni 13,5 qilyapti. Buni 13,5, qolgan 16 dan so'rab. 4,5 qilyapti. Zo'r. Buvam вообще avjiga chiqib so'rayapti-ya, ha? Hozir savdo bo'lmadi u. 15 million 200 ming. Mayli xudo bersa 200 ming. Topaymi? 15 million 200 ming so'm bozor so'rab turibdi ekan. Topaymi ukajon? Bu orqadagimi? 200 mingga qarama, 15 million. Orqadagi 15 million 200 ming so'ralyapti. Mana bunisi ekan. Qani akaga qaraman, bor. Zo'r so'rabdi. Uka, Mana mayda mollar necha oylik aka bular? bilganim sizdan bor ekan. Necha oylikdan aka bu?
Xudo xolasa o'rtaga qo'yaylik, bering. 1 yoshlik buzoqchalar nechi puldan so'ralyapti? 12,5 13,5 dan bozor so'rabdi ekan, bermabdi ekan. Zo'r. Savdosini bersin. Maydalashamiz. Dalish ketaveramiz. Aka bunga nechi pul so'radi? 14 so'radi. 14 million so'rab bermadingizmi? 14 million. Katta bor dedi. Ozroq bor, ha? Zo'r savdosini bersin. Buzoqchalar kimdan ekan bular, ey? Aka maydalar nechi bilan so'radi? 11,5 dan 13. Buni 10 million, uni 11,5 million so'radi. Zo'r so'radi. Bu tepa ekan-da. Nechi pulgacha chiqdi aka bu? 15 milliongacha bozor so'rabdi. Bu qiziqqandan keyin Buni bozor nechi pul so'radi? Buni 12 million so'rabdi. Necha oylik? 1 yosh. 1 yosh buzoqcha 12 million so'rabdi. Bular nechi bilan so'rayapti voy bu? Nechi pul so'radi? 12. 12 million so'rabdi. Zo'r. Aka ikkovi birga ketdimi birdan? Bittasi nechi pul ketdi? 11,5. 11,5 million top toza pulga ketdi anaga. Zo'r. Savdosini bersin. Aka nechi pul savdo bo'ldi? 200 ming 200 ga 15 ga yo'q. 100 bo'ldi. Mashina 200 ga 15 ga yo'q. Vo. Shunda boy ketasizmi? Boy sanchi bilan 500 ming boy ketasan. Savdosini bersin. 1 million qilyapsanmi? Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga ozmi ko'pmi Jizzax Osiyo bozorini yoritib berishga harakat qildik. Ahmedov kanalidan uzoqlashmanglar va bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Ular holatlarda bozorimiz. Zo'r. Savdosini bersin. Bozorlararo sayohatga chiqqanmiz. Qaysi bozorlarga chiqaylik? O'z fikrlaringni kommentariyalarda qoldirib o'tinglar. Hojida bozor.